Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan kompyuter salon kanali. Bugungi videomizda kompyuterning fleshkasiga ikki xil usulda Windows yozishni o'rganamiz. Ya'ni Rufus va Vento orqali. Buning uchun biz videoga like bosishimiz kerak bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishimiz kerak, kommentariyaga izoh yozishimiz kerak. Bo'lmasa videoga boshlaylik do'stlar. Birinchi bo'lib Rufusga kiramiz. Onlayn qattiq qo'yganmiz Rufusga. Agar yo'q bo'lsa Google browserga skачать Rufus ko'rsatadi. Download bo'ladi. Bular Rufusga kiramiz. Автоматически bo'lsinmi deyapti, чтобы обновление yo'q. Tanlaymiz do'stlar, Windows 11da. Mana Windows 11da o'qitaman do'stlar hozir. Aytdim do'stlar, o'tgan safar videomizda nima Rufus orqali yozmagandik. Vento orqali yozgandik. Unda biz boshqacharoq qo'yamiz deydi, to'rtta Windows bilan tanmaga tashlash. Va bunda boshladik. 4 GB arzu kerak ekan kamera, CPM 200 kerak ekan, сетевой удалить требуется сетевой учет. Xullas. Endi do'stlar, bu ultra bu Windows 10da o'tkazar videoni qoralagan. Bugungi videomda yaxshilayapman nimagadir. Do'stlar, audio plus 500 MHz bo'ldi. Endi kutamiz do'stlar. Shuncha o'zi ma'lum qilib eslasa kerak, yana bilmadim. Plus kutamiz. Baga qoldiqdan. Va yana bir daf'a aytib o'tishni eslash qoldi. Agar mana shu joyda svetlarni o'chib qo'ygan bo'lsa, uni ishlatishdan foyda yo'q. Keyin bizda ham yana bitta ruf Vento ramamdan bo'sh kerak, chunki men Vento'da ham ko'rsataman sizlarga. Mana Vento'ni qo'yganman ajratib. Vento juda zo'r narsalar. Do'stlar, birdaniga ikkalasini ko'rsatib o'tib, sizlarga vaqtni cho'zib o'tirman. Ishlab berishgan bo'lsa. Hop, bu Vento bunchalik. Nima ham qilib qilmaydi. Shunday qilishgan ustangiz. Bas, son. Endi ishlaydi. Chunki hard disk. Usqulda do'stlar, o'zi chiqaryapti. Hop, qani mana Windows 10 va Windows 11 deb qo'yganman. Rasmini endi biz Rufusga kiramiz. Kiramizda Vento nimaga yana? Hop, keyin Vento 2 diskni oldiga bunday olib kelib turib, eshikani o'ng tomonini bosamiz va запуск administratorga bosamiz xullas. Tanda bosamiz va bizga fleshkamiz ko'rsatyapti. Bu fleshka emas do'stlar lekin. Hop, bizda mana menda o'rnatish ham bor, update. Agar o'rnatgan bo'lsalar yangilash. Menda o'zi o'rnatilgan hozir ko'rasizlar. El database was want to fresh upgrade. Siz yangilay olasiz xolos. Yangilaymiz. Sizlarda aniq o'rnatilmagan bo'ladi. Bu narsa katta ehtimol bilan o'sha o'rnatilmagan bo'lsa, sizlar installda bosasizlar va mana yerda yashil bo'lib to'ladi. Men upgrade deb bosaman, chunki menda bor. Yangilab olarsam. Hop. Mana ikkinchi fleshkamizdan o'zi to'lyapti. Okay. Mana bo'ldi do'stlar, keyin umuman qiyin emas. Chekiramiz. Keyin kirsa ishlama bo'lmaydi-ku. Shuni ichiga tashlab qo'yamiz. Xolosgina. Men tekshirib olayman, ana o'rnatilgan hozir. Do'stlar, bu Windows hali joyiga joylash kerak ekan. Programmalarga jo'qolmaydi yo'q buncha. Free uchta narsadan foydalanan qatyapti. Ular Vento'da qilganlaridan keyin o'sha Windows layni, o'sha fleshkani ichiga shuni tashlab qo'yishlar. Masalan, men tashlab qo'yganman, oddiy tashlab qo'yasizlar. Ishlaveradi. UEFI bir faktni o'rnatyapti. Mana do'stlar, tekshirganimizda Windows
Xitoy F5 bo'ladi. Bu o'rnatilgan F5 ikkinchisi F5. Hop, mana uni o'rnatilishini ko'rsataman. Albatta keyin mana o'sha Vento'da qilganlaringni ham, qilganlaringni ham sizga programmalar qilib chiqaman. Bunu ben daha aku yang sama sih yang anak sudah universal. Oh, ini ya kita seperti mana ya. Nah ini omber wolf super. Oke keren. Ana dostlar, ochi yaptı. Ana böyle yine programlar var, çok kurang ya. Ini dostlar, ini program. Mungkin kita misalkan. Joy itu apa? Gimana kan? Iya. Kita tahu tapi ya. Yo. Aku lah, ya tuh, nggak jual, berpelatih sih, aku jual lagi gitu. Kita udah kado dapat kedua, jalan tiga. Kalau untuk itu kan kita nggak perlu kan, cuma dari gitu. Saya tahu juga, apa lalu tetap aku kualitas banget. Kalau aku sendiri, aku ini haruslah aktif kami gitu. Kalau dia kami kita kontrol shift and baru tepat saja. Aku terus sekolah bilang biz batta endi masalan prog deymiz. Prog programmalar. Paydosh mavzular ham o'zida ana o'zi katta o'zida tasdiqlashgan. Endi biz eng mashaqqatli joyga kelgan. Lekin eng vakillar tajriba ana eng muhim kelgan. Qadarish endi live uzun kasılarakanda Microsoft geliyorlardı önce Microsoft sudah selesai kayaknya kalau nggak sudah berlalu sudah video like olsunlar kanal video bulabilir kayaknya video da olsunca hayat olsun hep bakma ben böyle şey yapıyorum Onu o'tkazar videolarni qoralang. Bizda mana menda o'rnatishim bor, update. Agar o'rnatgan bo'lsanglar yangilash. Hop. Endi men tushunadi. Kanalimiz obuna bo'lishda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Hech qachon o'zgaringizga aytganim.